Endi mehnat haqi hisobini ham boshlab oldik. Bundan oldingi darsdagi shu mol yetkazib beruvchilar xaridorlarni tugatganimizdan keyin endi mehnat haqqi, ya'ni eng katta mavzulardan birini boshlab oldik buxgalteriyadagi. Xo'p, bu mavzuni boshlashdan oldin bu mavzuga mehnat haqqiga qanaqangi pirovardga berish kerak degan savollardan oldin o'zi mehnat haqqi nima, uni tushunchalarini biroz men birinchi darsdagi tushuntirib olamandagi ikkinchi dars, ya'ni ikkinchi qismi, mehnat haqqining ikkinchi qismiga pirovardkalari haqida ma'lumotlarni berishni boshlayman. Demak, birinchi darsda faqat hozircha tushunchalari, ya'ni mehnat haqqi hisobi nima ekanligini tushunib olish kerak. Uning hujjatlari bor, o'ziga yarasha shularni tushunib olish kerak. Hozir shu haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda qarang. Mehnat haqqi bu xodimga sarflangan vaqti, bajargan ishi va qobiliyatiga qarab to'lanadigan haqdir. Mehnat haqqi bu xodimga sarflagan vaqti, xodim nimadir qilsa, unga biz haq to'laymiz. O'sha nima deyapti bu yerda? Sarflagan vaqti yo bajarib bergan ishi yoki qobiliyatiga qarab. Masalan, qanaqangi biron bir stajyor katta bo'lishi mumkin. U qolgan ishlarga nisbatan qobiliyatli ishlar bajarishi mumkin. Shunga qarab turib, yo sarflagan vaqtiga qarab turib, yo bajargan ishiga qarab turib, yo qobiliyatiga qarab. Qarang, yo sarflagan vaqti deyilyapti. Bu yerga nima uchun mana sarflagan vaqti bilan bajargan ishi ikkalasi bitta narsa emasmi deyishingiz mumkin. Mana shu yerda qalinroq qilib qo'ydim. Masalan, hozir bajargan ishi bilan sarflagan vaqti nima ekanligini tushuntiraman. Yoki qobiliyatiga qarab. Yo'q, buni bunday qilamiz mana. Mana shu 3 ta narsani eslab qoling. Sarflagan vaqtiga, bajargan ishiga yoki qobiliyatiga qarab to'lanadigan haqdir. Xodim korxonaning mulki emas. Xodim korxonaga nima aktivmi nima deydigan bo'lsangiz, xodim korxonaga mulk emas. Qarang, shuning uchun xodim va korxona o'rtasida mehnat shartnomasi tuziladi. Xodim ishlaydi, korxona xodim ishlagani uchun unga pul to'laydi. Xuddi pudrat tashkiloti ishimizni qilib bergandek. Bundan oldingi video darsligimizga xaridor va buyurtmachilar bilan tushuntirgandik. Undan oldin bizga mol yetkazib beruvchi va pudratchilarni tushuntirgandik. Pudrat tashkiloti bizlarni qanaqangidir ishimizni qilib berardi, biz unga shartnoma asosida pul to'lab berardik. Xodim ham xuddi shunday. Korxonaga shartnoma asosida ishga keladi, ishini qiladi, pulni oladi, ketadi. Mana shu tarzda bo'ladi. Hech qanaqangi korxona bir xillar aytadi. Xodim korxonaning asosiy vositasidek gap deydi. Yo'q, bekordan beshtasini aytdi. Xodim asosiy vositadek gap emas. Xodim pudrat tashkilotidek gap. U ham xuddi shunday shartnoma tuziladi, shartnoma asosida pulni oladi, vaqtini yoki bizga biron bir ishimizni qilib beradi. Xo'p, mehnat haqqi biz nima ekanligini tushunib oldik. Demak, mehnat haqqi bu xodimga sarflagan vaqti, bajargan ishi, albatta korxona uchun, o'zi uchun bironta uyiga bironta ish qilib turib, uyiga bironta vaqtini sarflasa, biz unga pul to'lab bermaymiz. Korxona uchun sarflagan vaqti, korxona uchun bajargan ishi yoki qanaqangidir qobiliyatiga qarab turib, biz unga pul to'laymiz. Xo'p, o'sha pul to'lashimiz, mehnat haqqimiz ikki xil turda bo'ladi. Birinchisi, mehnat haqqining ikki xil shakli mavjud. Vaqtbay to'lov qilamiz yoki ishbay to'lov qilamiz. Bilamizki, bay degani o'zi orqali degani, bay degani o'z tarjimasi orqali bo'ladi. Yo vaqtiga qarab to'laymiz, qarab degani yoki orqali degani, yoki ishiga qarab turib pul to'laymiz, qarang. Endi vaqtiga qarab, ishiga qarab. Ishiga qarab bilan vaqtiga qarabda nima farqi bor deyishingiz mumkin. Ishiga qarab degani, ishiga orqali degani bu natijasini o'lchash mumkin bo'lgan ishlarni aytiladi. Vaqtbay bo'ladigan bo'lsa, natijasini o'lchab bo'lmaydi unga. Shuning uchun ham vaqtga nisbatan unga haq to'lanadi. Ishbay bo'ladigan bo'lsa, unga ishiga qarab turib, ya'ni natijasi biron bir ishni qilsa, natijasi aniq bo'ladi, shunga qarab turib pul to'lanadi. Shuning uchun ham mana bu yerda qarang, sarflagan vaqti deyapti, bajargan ishi deyapti. Shunday ishlar borki, ularni bajargan ishini ko'rib bo'lmaydi. Shuning uchun ham ularga keyin sarflagan vaqtiga qarab turib pul to'lashimiz kerak bo'lib qoladi. Yoki qobiliyati. Shunaqangi xodimlar bo'ladi, u xodimlar boshqa xodim olsangiz, bu xodim qilgan ishini qila olmaydi. Ular juda ajralib turadi. Qobiliyatli xodimlar bo'ladi yoki uzoq muddat davomida mana shu ishni haqiqiy professionallari bo'ladi. Ular masalan ikkita xodim keladigan bo'lsa, ikkalasi ham bir xil ishni qiladi. Lekin bittasi ancha unumdorlik sifatli qiladi, bittasi unumsiz sifatsiz qiladi. Shunga qarab turib, qobiliyatiga qarab turib ham biz alohida unga qo'shimcha mukofot tarzida ish haqi, mehnat haqi to'lashimiz mumkin bo'ladi. Endi mana bu yerga vaqtbayga Xo'p, vaqtbayga men misol keltirganman, ishbayga misol. Qani menga vaqtbay bilan ishbayni qani bir-biridan farqini ajratib bergancha deyishingiz mumkin, qarang. Vaqtbay, masalan, qorovul, rahbar, politsiya xodimi, o'qituvchi, ishbay bo'ladigan bo'lsa, mana quruvchi, kafelchi, paxta terimchisi, betonchi, mana shular ishbay ishlaydi. Endi bu ikkalasining farqini qarang. Agarda vaqtda ishlaydigan odamga, masalan, qorovulga ishbay haqi to'layman desiz, bu juda ham mantiqsizga bo'lib qoladi. Masalan, qorovul ishga keldi, qorovulni ishga oldingiz. Men seni shu qorovullik qilyapsan, mana shu zannani qo'riqlashing kerak. Bir oyga ikkita o'g'rini ushlab bersang, senga shaqqa beraman desangiz. U qanaqangi bo'ladi? U bir oy davomida o'sha bironta o'g'rilik bo'lmasa, o'sha qorovulxonada. Korxonada o'g'rilik bo'lmasa, qorovul ishlamasa, unga oylik to'lamaysizmi? Oylik to'lamaysiz, ertasi kun ketib qoladi ishdan. Rahbar.
rahbarga qanaqangi shart hisoblash mumkin? Sen u qizga majlisingga qarab turib shart to'layman desangiz, rahbar har 2 kunda bitta majlis o'tkazarki, har 2 kunda majlis o'tkazadi unaqada. Politsiya xodimiga nima o'g'rini tutib kelsang, kelmasanga haq beraman. Mehnat haqqini o'g'rini tutganing bilan hisoblayman siz. U qanday bo'ladi? O'g'ri tutolmasa, politsiya xodimi oyliksiz qoladimi? Oilasini qanday boqadi? O'qituvchiga qanday buni qilsangiz bo'ladi? Ish hisoblasangiz bo'ladi. Agar bajargan ishiga qarab turib to'layman desangiz-da. Masalan, o'qituvchiga nima san bolalarni bilimli qilib o'qitib qo'yganingni men pulini to'layman desangiz, bolalarni bilimli qilib o'qitib qo'yganini qaydan bilasiz? Mana shunaqangi bajargan ishini mavjud bo'lmagan, ya'ni bajargan ishini hisobini yurita olmaganligimiz uchun biz mana qorovul, rahbar, politsiya xodimi, o'qituvchi mana shularga vaqtday unga mehnat haqqi hisoblaymiz. Shuning uchun ham mehnat haqqi ikkiga bo'linadi. Yo vaqtday bo'linadi, yo ishpay. Quruvchiga ishpay hisoblasa bo'ladi. Aytaylik 1 kvadrat metrni san kafilini buni qiladigan bo'lsa, masalan, kafilchiga 1 kvadrat metr kafilingga aytaylik 80 mingni to'layman desangiz, u hisoblasa bo'ladi. Quruvchiga masalan sen 1 etajni ko'tarsang, mana shuncha beraman desangiz bo'ladi. Ya'ni hisoblash imkoniyati bor. Paxta terimchisiga aytaylik 1 kilogramminga 3000 so'mdan beraman siz, mana buni hisobini olsa bo'ladi. Bajargan ishiga qarab turib, ishpayga hisobga olsa bo'ladi. Terimchiga, xo'p, betonchiga 1 kub metringga qarab turib 100 ming so'mdan beraman siz, mana buni qilsa bo'ladi. Buni hisoblash imkoniyati bor. Lekin mana bu ikkalasi tushuntirib oldimi? Vaqtbay qanday hisoblash kerak, ishbay qanday hisoblash. Mana shu ikkalasi turini tushunib oldingiz endi. Endi yana bir muammosi bor qarang. Bizning qonunchiligimizda ishbay ishga ham vaqtbay haq to'lash ruxsat beriladi. Ya'ni ishbay ishlaydigan odamga ham vaqtbay hisoblashingiz mumkin deb turib qonunchilikda belgilab qo'yilgan. Lekin vaqtbay ishlaydigan odamga ishbayni hisoblab bo'lmaydi. Chunki buni mantiqan o'zi imkoniyati yo'q. Siz qorovulga ishbay masanga haq hisoblayman deya olmaysiz. Chunki agar u bir oyda bitta bo'lsa ham o'g'ri tuta olmasa, qorovul u oyliksiz qolib ketadi. U oylik qolib ketgandan keyin oilasini katta xolam kelib turib boqib bermaydi uni. Bu mantiqsizda. Aytmoqchimanki, vaqtda ishlaydigan odamga shartnomada, mehnat shartnomasida senga ishbay to'layman mehnat haqqini deyishingiz bu mantiqsizlik. Lekin ishbay ishlaydigan odamga, masalan, kafilchiga, paxta terimchisiga, ishbay ishlaydigan odamga senga 1 kunliging uchun to'layman, ya'ni vaqtda senga mehnat haqqi to'layman deydigan bo'lsangiz, bu mumkin. Bu qonun tomonidan belgilab qo'yilgan. Ishbay ishlaydigan odamga vaqtda to'lasangiz bo'ladi mehnat haqqini. Lekin vaqtda ishlaydigan, masalan, o'qituvchiga senga ishbay to'layman, mana balaga beradigan bilim, o'quvchilarga beradigan bilimingga qarab turib, senga oylik maosh chiqaraman deyishingiz mumkin emas. Chunki boya beradigan o'qituvchining bilimini hisoblashni hech qanaqangi hisobini o'zining tartibi yo'q. Buni bilib bo'lmaydi. Politsiya xodimi sizga bir oy o'tirmaydi, o'g'rini qachon tutsa ekanman deb turib. Mana shunaqangi mantiqsiz bo'lib qoladi. Shuning uchun ham qonunchiligimizda ishbay ishlaydigan odamga vaqtbay mehnat haqqini hisoblashga ruxsat beriladi. Lekin endi bu yerda bitta muammo yuzaga keladi. Endi ishbay ishlaydigan odamga vaqtbay haq to'lansa, uni nazorat qilish kerak bo'lib qoladi, unga norma qo'yish kerak bo'ladi. Uni nazorat qilish kerak bo'ladi. Nima uchun bunaqangi deydigan bo'lsangiz, masalan, paxta terimchisi misolida aytadigan bo'lsak, paxta terimchisi kilogramm, masalan, 1 kilogrammni 3000 so'mdan terardi. Keyin mehnat shartnomasi o'zgardi degan, senga bo'ldi, 1 kunlik beramiz deyishdi. 1 kunlik, ya'ni senga vaqtbay ish haqi hisoblaymiz endi deb shartnomani o'zgartirishdi. Endi paxta terimchisiga bu mehnat shartnomasi o'zgargandan keyin unga umuman farqi bo'lmay qoladi. Aytaylik 1 kunda 100 kilo paxta tersa ham o'sha 3 million so'm oyligini oladigan bo'lsa, 200 kilo paxta tersa ham 1 kunda o'sha 3 million so'm oyligini olib qoladigan bo'lsa, uning mehnat unumdorligi tushib ketib qoladi. Shuning uchun ham endi ishbay ishlaydigan odamga vaqtbay mehnat shartnomasi tuzilgandan keyin ularga norma qo'yish kerak bo'lib qoladi. Mana bu yerga bekorga men norma qo'yish kerak deb turib yozmadim. Uni nazorat qilish kerak bo'lib qoladi. Endi ishbay ishlaydigan odamga vaqtbay shartnoma qilingandan keyin endi norma qo'yiladi. Ey, biz senga oyligingni 5 million so'm qilib beramiz. Sen avval ishbay ishlading, masalan, 1 kunda 100 kilo paxta teradigan bo'lsang, endi norma bo'yicha 5 million so'm oylik olishing uchun bir kunda sen 70 kilogramm paxtadan ziyod terishing kerak bo'ladi deb turib norma qo'yiladi. Bo'lmasa o'tiraveradi, u bir kunda o'sha 5 million, bir oyda o'sha 5 million so'mni olar ekanman, kuniga 50 kilo tersam, 20 kilo tersam, o'sha 5 millionni olyapman deb o'tiradi. Shuning uchun ham o'rtaga norma yuzaga keladi. Masalan, kafilchilarga bir kunda 70 kvadrat metr kafilni ziyod qo'yishlaring kerak bo'ladi, bir oylik oyliklaring to'liq chiqishi uchun. Yoki quruvchiga sen bir oyda 1 etaj ko'tarishing kerak bo'ladi, seni oyliging to'liq chiqishi uchun norma qo'yiladi keyin. Bu norma mehnat unumdorligining normasini saqlab turish uchun qo'yiladi.
Agar bunaqangi norma qo'yilmasa, unga umuman farqi yo'qda. O'sha oyligini olyapti, ishlasa ham ishlamasa ham olyapti bo'lib qoladi. O'qituvchilarga, politsiya xodimlariga ham xuddi shunday, o'zlariga yarasha normalar bo'ladi. Xo'p, menimcha bu narsani tushuntira oldim. Vaqtpay bilan ishpayning o'rtasidagi farqni, ishpay ishlaydigan odamga vaqtpay mehnat haqi to'lash kerakligi ham to'lasa bo'ladi. Faqat unga norma qo'yish kerak bo'ladi, uni nazorat qilish kerak bo'ladi. Mehnat haqini menimcha boshlanishi mana shunday boshlanadi. Endi qarang. Men sizlarga endi bu ikkita ish haqqi, mehnat haqqini hisoblash turini o'rgatganimdan keyin o'zi korxonada mehnat haqqini to'lash uchun, o'zi umuman o'sha ishchini qabul qilish uchun qanaqangi hujjatlar ketadi? Ko'pchilik bu narsaga ikkilanadi. Korxonada biron bir ishchini qabul qilish uchun o'zi etapma-etap qanaqangi hujjatlar qilinadi degan savolga javob beramiz sizga. To'g'ridan-to'g'ri bir ko'chadan bitta odam kelib qolsa, uni to'g'ridan-to'g'ri bitta bo'lsa ishga o'tirding, men stanga stanok, mana shu yerga o'tirasan, ishlaysan, oyda oxirgi pulingni olasan deyilmaydi korxonada. O'ziga yarasha alohida hujjatlari bor. Mana shu hujjatlar ketma-ketlikda to'liq rasmiylashtirilgandan keyin xodim ishga olinadi, keyin u ish faoliyatini boshlaydi. Buni hammasini o'zining tartibi bor. Mana shu tartibni hozir men sizlarga 8 ta hujjat misolida tushuntirib beraman. Buni aniq tiniq tushunib olganingizdan keyin ikkinchi qismdagi videoga o'tib provodkalarni tushunasiz. Agar mana shu qismdagi 8 ta hujjatni tushunmasangiz, buxgalteriya provodka berishni umuman o'ylab o'tirmasangiz ham bo'ladi. Mana shu hujjatni bilmadingizmi, siz buxgalteriyada mehnat haqqi hisoblashni umuman bilmaysiz, erta bir kun og'zingizni ochib o'tirasiz. Deb qanday qilardi xodimda? Xodimni ishga olaylik deb turib korxona direktori sizga aytadi, keyin o'tirasiz nima qilishni bilmasdan. Mana bu hujjatlarni to'liq bilib olganingizdan keyin bemalol hammasiga o'zingiz javob bera olasiz. Yo'q, birinchi mana bu hujjat qilinadi, keyin bu hujjat qilinadi, keyin mana bu hujjat qilinadi, keyin oylik chiqariladi, keyin hammasi o'z joyida bo'ladi. Mana shu 8 ta hujjat hozir sizga ko'rsataman, keyin boshqa masalalarga o'tamiz. Xo'p, qarang. Mehnat haqqi hisobi bo'yicha quyidagi hujjatlar ishlatiladi. Birinchisi, mehnat shartnomasi. Mehnat shartnomasi nima ekanligini bilamiz. Shu jismoniy shaxs kelgan xodim bilan korxona o'rtasidagi barcha xuddi shartnomaga o'xshaydi. Mol yetkazib beruvchi va pudratchilar bilan bo'ladigan shartnomaga barcha qonun qoidalari o'sha qonunchilikda belgilangan normalardan chiqib ketmagan holatda shartnoma tuziladi-ku. Mehnat shartnomasi ham xuddi shunday. Mehnat shartnomasi xodim va korxona o'rtasida barcha shartlar kelishiladi. Faqat mana shu shartlar soliq, mehnat kodeksidan chiqib ketmasligi kerak. Masalan, mehnat kodeksi bo'yicha bir haftada 40 soatdan ziyod xodim ishlashi mumkin emas. Bu mehnat kodeksiga keltirib qo'yilgan. Mehnat kodeksiga ko'ra yana masalan o'sha xodimning qanaqangidir majburiyatlari bo'ladigan bo'lsa, ish haqidan ushlamalari bo'ladigan bo'lsa, ish haqidan ushlama, masalan, alimenti bor o'sha xodimni yoki suddan qarzi bor, mibdan qarzi bor, mana shunaqangi qarzlarga undiruv bor. Korxona tomoni korxona undirib beradi. Mehnat haqqini beradigan paytda, to'xta, masalan, sen 3 million so'm ish haqing bo'ladigan bo'lsa, seni mibdan qarzing bor ekan, o'sha mibdagi qarzingga 1 million so'm olib qoldik, qolgan 2 million so'm qo'lingga. Majburiy undiruv bu, korxona undirib, mibga olib borib berish kerak, olib borib berish kerak degan mazmundagi undiruvlar bor. Mana shu undiruvlik mehnat kodeksiga keltirib qo'ygan. 50% dan oshishi mumkin emas mana shu narsa. Mana shunaqangi shartnoma bo'ladi, mehnat shartnomasi. Xodim bilan korxona o'rtasida. Mana shu mehnat shartnomasida barcha shartlar kelishadi xodim bilan korxona o'rtasidagi. Mana shu shartnomadagi shartlar mehnat kodeksidan chiqib ketmasligi kerak. Ya'ni qonundan chiqib ketmagan holatda mehnat shartnomasini tuzsangiz bo'ladi. Bir xil katta korporatsiyalarga boradigan bo'lsangiz, masalan, STAKga boradigan bo'lsangiz yoki GMga boradigan bo'lsangiz yoki katta korxonalarga ishga kirmoqchi bo'lsangiz, ularda bir kitobda qali 50-60 listlik mehnat shartnomasi turadi-da, ular ketma-ketlikda o'zlarining shartlarini qo'yib boradi xodimlarga. U shartning ichiga o'zini qanday kiyinishi, o'zini qanday tutishi, xodimlar bilan qanday bo'ray qilishi, mehnat shartnomasiga asosan qanaqangi maosh olishi, hammasi, qanaqangi jarimalari borligi, hammasi unda yozilgan bo'ladi. Mana shular shartlarga rozi bo'lib turib, ikki tomon, korxona va korxona direktori yoki korxona shu kadrlar bo'limi boshlig'i qo'l qo'yib, o'sha xodim ishga kirmoqchi bo'lgan xodim ikkalasi qo'l qo'yib, hammasi mehnat shartnomasini imzolagandan keyin mehnat shartnomasi kuchga kiradi. Aytmoqchimanki, mana shu mehnat shartnomasi shartlari mehnat kodeksidan chiqib ketmagan bo'lishi kerak. Xo'p, mehnat shartnomasini tushuntirdim, qanaqangi hujjat ekanligini. Endi jamoa shartnomasi nima ekanligini tushuntiraman. Jamoa shartnomasi degan ham hujjat bu. Jamoa shartnomasi mana bu yerga yozib qo'yilgan. Jamoa shartnomasi butun korxona xodimlari uchun qo'shimcha imtiyoz, masalan, moddiy yordam berilishi belgilaydi. Mehnat shartnomasi faqat bitta odamga tegishli bo'ladi. Masalan, Dilshod degan bola bilan korxona o'rtasida mehnat shartnomasi tuziladigan bo'lsa, o'sha mehnat shartnomasiga asosan faqat Dilshodni ishga olish bo'ladi. Ya'ni mehnat shartnomasi faqat bir kishi uchun tuziladi. Jamoa shartnomasi nomi bilan aytib qo'yibdi, jamoa shartnomasi bo'ladi. Bunga nimalar kiritiladi deydigan bo'lsak, jamoa shartnomasiga asosi
korxona xodimlarga qanaqa imtiyozlar beradi, qanaqangi yengilliklar beradi, ular qanaqangi qo'shimcha shartlar qo'yadi. Mana shularning hammasi jamoat shartnomasida yozilgan bo'ladi. U jamoat shartnomasiga yozilgan narsa direktordan tortib eng oddiy ishchigacha bonaga amal qiladi. Jamoat shartnomasida barcha o'zini o'rni, barcha o'zini qoidalari keltirilgan bo'ladi. Masalan, mana bu yerga mana qo'shimcha imtiyoz, masalan, moddiy yordam. Qanaqangi holatlarda jamoat shartnomasida yozilgan bo'ladi, qanaqangi holatlarda biz xodimlarimizga moddiy yordam bersak bo'ladi. Qanaqangi holatlarda biz qaysi qoidalar bo'yicha o'zimizni xodimlarimiz, o'sha korxonaning xodimlariga biz yengilliklar bersak bo'ladi yoki dam bersak bo'ladi, qanaqangi holatlarda. Barchasi jamoat shartnomasida yoziladi. Jamoat shartnomasi mana shuning uchun kerak. Mehnat shartnomasi bitta odam uchun amal qiladigan bo'lsa, jamoat shartnomasi yakka butun korxonadagi xodimlar uchun amal qiladi. Bu ikkalasini tushuntirdim. Endi buyruq. Buyruq nima deydigan bo'lsak, mana ishga qabul qilish. Buyruqda juda ham turlari ko'p. Buyruqda o'sha direktorning imzosi ostida beriladi. Buyruq ishga qabul qilish buyrug'i bo'lishi mumkin, masalan. Boshqa lavozimga o'tkazish buyrug'i mumkin, masalan, xodimni bir lavozimdan boshqa lavozimga o'tkazish buyrug'i bo'lishi mumkin. Yoki ishdan bo'shatish buyrug'i bo'lishi mumkin. Buni barchasi mana shu buyruqni yo kadrlar boshlig'i belgilaydi, yo direktor belgilaydi. Umuman endi korxonadagi eng yuqori ishchilarni lavozimi, ya'ni eng yuqori lavozimdagi o'tirgan odamlar buni ko'proq belgilaydi. Xo'p, buyruqda nimaligini tushundik. Yo ishga qabul qilish buyrug'i bo'lsin, yo lavozimdan ozod etish buyrug'i bo'lsin, yo boshqa lavozimga o'tkazish buyrug'i bo'lsin. Men buni yana tushuntiraman sizga. Buyruq nima uchun kerakligini. Endi ish pay yoki ish uchun naryat. Naryat nima? Endi bu rus tilida so'z kelib qolganmiz, so'z kelib qolgan. Ish pay yoki natijaga qarab deyilardi. Qarang, ish pay. Boya biz vaqt pay yoki ish pay degandik. Ish pay kimlarga tegishli? O'sha quruvchi, kafilchi, paxta terimchisi, betonchi, bular ya'ni ishini, ya'ni natijasini o'lchash mumkin. Qarang, quruvchini, kafilchini, paxta terimchini natija, ishini natijasini o'lchab bo'ladi. Qorovulnikini o'lchab bo'lmaydi. Sen bir oyda ikkita qorovul, ikkita o'g'ri tutding, shunga qarab turib senga ish haqi beramiz bo'lmaydi. Men buni tushuntirdim. Demak, natijasini o'lchash mumkin bo'lgan ishlarga ish pay hisoblash, mehnat haqini hisoblash kerak ekan. Demak, ish pay ish uchun naryat. Mana shu hujjat nima uchun kerak bo'ladi? Ish pay ish uchun naryat deydigan bo'lsak, mana ish pay natijasiga qarab ishlaydigan xodimlarning amalda bajargan ish hajmini qayd etish, xodim qancha mahsulot chiqardi yoki qancha hajmda ish qildi degan ma'lumotnomani yig'adi. Masalan, bitta xodim aytaylik, kafilchi quruvchi korxonasiga kafilchi ishga olindi. Unga alohida bitta ish pay ish uchun naryat degan hujjat qilinadi. U hujjatda nima bo'ladi? O'sha masalan xodimni bir oy davomida necha kvadrat metr kafil tergani yozib boriladi. Masalan, bugun birinchi kuni boyagi Dilshod degan xodimimiz mana 70 kvadrat metr kafil terdi. Ikkinchi kun o'sha Dilshod degan xodimimiz 40 kvadrat kafil terdi. Uchinchi kun va hokazo 31-kun 550 kvadrat metr kafil terdi. Umumiy hisobda 750 kvadrat metr kafilni bir oyda terdi. Endi o'shanga qarab turib, mehnat shartnomasida keltirilgan shartlar asosida ish haqi hisoblansin degan hujjat mana shu ish pay ish uchun naryat degan hujjat bo'ladi. Mana shu har bitta hujjatni, masalan, hozir mana 1, 2, 3 ta hujjat, mehnat shartnomasi, jamoat shartnomasi, bu ikkalasi bitta bo'lib ketadi. Hujjat, buyruq, ish haqi uchun naryat bo'ladigan bo'lsa, mana shundan bittalik yodlab olishingiz kerak. Keyingisi tabel. Endi tabelni tushuntirib o'tirmasam ham bo'ladi. Tabelni bilamiz. Xodim ishga keldi, kelmadi, kasal emas. Mana shunaqangi xodimni ishga kelganligi, kelmaganligini vaqt uchun ishlaydiganlarga ko'proq kerak bo'ladi. Mana vaqt pay ish uchun kerak bo'ladi, deyapmiz. Nima uchun tabel vaqt pay ishlaydiganlarga kerak deydigan bo'lsak, ish pay ish uchun mana qarang. Vaqt tabel bilan ish pay ish uchun naryat bu bitta, ikkalasi bitta hujjat. Faqat ish pay ish uchun naryat o'sha alohida ish pay ishlaydiganlarga hisobga olinadi. Tabel vaqt pay keladigan xodimlarni ish haqini hisoblash uchun kerak bo'ladi. Masalan, tabel vaqtda ishlaydigan o'sha o'qituvchi deydigan misolda oladigan bo'lsak, o'qituvchi birinchi sana kuni keldi, ikkinchi sana kuni kelmadi. Ikkinchi sana kuni kasal bo'lib qolgan ekan, kelmadi. Uchinchi sana kuni keldi, to'rtinchi sana kuni keldi va hokazo oxiri 31-sana kuni keldi. Umumiy hisobda bir oy davomida 19 kun keldi. 2 kun 3 kun ishga kelmadi, qolgan 7 kun dam edi, yakshanba edi yoki yakshanba edi. Mana shunaqangi tarzda tabelni to'ldirib chiqiladi. Ish pay ish uchun naryatga u vaqt tabelni ikkala alohida narsa, ish pay ish uchun naryatga tabelni keragi yo'q. Chunki o'sha qilgan ishiga, o'sha ish pay natijasiga qarab turib maosh oladi. Tabel esa vaqtga qarab turib maosh olganligi uchun unga keldi-ketdisini yozib boriladi. Keyin to'lov qaydnomasi, kassa mavzusida o'tilgan deb yozib qo'yganman. Bundan oldingi video darslarni ko'radigan bo'lsak, o'sha kassa degan mavzumiz bor. To'lov qaydnomasi nima deydigan bo'lsak, mana bu xodimlarning hammasi o'sha bir oy davomida ishlagandan keyin ularga qancha ish haqi hisoblangan hammasi aniq bo'lgandan keyin agar korxonadagi xodimlar naqd pulda oylik oladigan bo'lsa, borib turib bankdagi hisob raqamidan to'lov qaydnomasi asosida
biz to'lov qaydnomasida nima ko'rsatilgan bo'ladi? Mana bugun oyning oxiri, masalan, may oyini shaxsan to'lamoqchimiz xodimlarimizga. Shuning uchun bankdagi hisob raqamimizdan 20 million so'm bizni korxonamizning kassasiga naqd pul olib kelinsin degan bitta hujjat bo'ladi. Mana shu hujjat to'lov qaydnomasi deyiladi. O'sha to'lov qaydnomasiga asosan bitta xodim boradidagi bankdagi hisob raqamidan naqd pulni bankdan yechib olib kelib kassaga olib keladi. Keyin mana shu kassadan ish haqlari tarqatiladi. Reestr nima uchun? Reestr degan bitta hujjatimiz bor yana bitta. Reestr nima deydigan bo'lsak, reestr hujjati ish haqi to'lash uchun, plastik kartada to'lash uchun buni maxsus shotlar mavzusi o'tilgan. Maxsus shotlar mavzusini ko'radigan bo'lsangiz, reestr haqida men to'liq ma'lumot berganman. Endi yana qisqacha aytib ketaman. Xo'p, reestr qanaqangi hujjat deydigan bo'lsak, xodimlarni masalan yarmi plastik kartada oylik maoshini oladi, yarmi naqd pulda oladi. Naqd pulda oladiganlar uchun to'lov qaydnomasi hujjati kerak bo'ladigan bo'lsa, yarmi plastik kartada oladiganlar uchun reestr degan hujjat kerak bo'ladi. Reestr degan hujjatda nima bo'ladi? Korxonani xodimining ismi familiyasi yozilgan bo'ladi, jishsheri yozilgan bo'ladi, plastik karta raqami, tranzit shot raqami yozilgan bo'ladi va to'lanish kerak, xodimga to'lanish kerak bo'ladigan shaxs yozilgan bo'ladi. Mana shu ma'lumotlar asosida mana shu reestr hujjatini biz bankka taqdim etamiz. Bankka taqdim etganimizdan keyin bank xodimi buni ko'rib chiqadidagi, bo'ldi, masalan, palonchayev Usmonchi plastik karta raqami bor ekan, qancha ish haqi to'lashimiz kerakligi bor ekan, bo'ldi, ma'lumotlar bor ekan, bankdagi hisob raqamidan xodimning plastik kartasiga pul o'tkazilsa, mana shu hujjat asosida deyilgan hujjat bo'ladi. Mana shu reestr deyiladi. Undan keyingisi mehnat haqi bo'yicha hisob-kitob daftari. Endi bu daftar nima uchun kerak deydigan bo'lsak, mana har bir xodim uchun oy davomida nimalar hisoblangani va nimalar ushlab qolingani haqida barcha ma'lumotlar o'z ichiga oladi. Demak, mehnat haqqi uchun hisob-kitob daftari nima deydigan bo'lsak, mehnat haqqi hisob-kitob daftariga xodimning ismi, familiyasi yozilgan bo'ladi. Xodimni bir oy ishlash kerak, bir oy ishlasa, to'liq ishlasa qancha ish haqi yozilgan bo'ladi va shundan xodim bir oy davomida qancha ishlagani yozilgan bo'ladi. Aytmoqchimanki, mehnat haqqi hisob-kitob daftarida xodim bo'yicha barcha ish haqi ma'lumotlari yoziladi. Qancha sudga qarzi bo'lsa, o'shani to'lashingiz kerak, soliq qancha olinadi, ya'ni xodimni umumiy bir oy davomida qancha ishlaganidan qo'liga qancha berishimiz kerakligigacha bo'lgan barcha ma'lumotlar, qancha soliq ishlab qolamiz, qancha majburiy undirmalari bor, qancha to'lovlari bor, mana shunaqa barcha ma'lumotlar mehnat haqqi hisob-kitob daftarchasiga yoziladi. Bu ko'proq shu buxgalteriyada hozirgi kunda shu Atenesdan o'zi qiladigan bo'lgan. Avvallari bu daftarda yuritilardi. Hozir adashmasam buni daftarda qilishmayapti. Hammasi hozir elektron bo'lib ketgan bu mehnat haqqi daftarchasi. Lekin buni ham bilib qo'yganingiz yaxshi. Demak, shtatlar jadvali. Endi asosiysiga keldik. Shtatlar jadvali eng kerakli bilishimiz kerak bo'lgan narsa. Xo'p, shtat jadvali qarang. Shtatlar jadvali nima? Korxonaning tashkiliy tuzilishi, undagi lavozimlar soni shtat birligida va har bir lavozim uchun belgilangan rasmiy oylik maosh ro'yxati. Endi buni qonuniy atamada tushuntirilgan. Bu endi bu shtat jadvali nima ekanligini tushuntirib beraman. Shtat jadvali bu korxonada qancha xodim ishlashi kerak, mana shunaqangi ma'lumotlar va ularga qancha oylik to'lanishi mumkin, maksimal qancha oylik to'lanishi mumkin, mana shunaqangi ma'lumotlar joylashtiriladi. Masalan, bitta korxonaga ishlab chiqarish korxonasi deydigan bo'lsak, ishlab chiqarish korxonasiga 20 ta xodim kerak. Birinchisi direktor, ikkinchisi buxgalter, uchinchisi yordamchi buxgalter, to'rtinchisi ishlab chiqarish sexidagi ishchi, beshinchisi ombor mudiri. Mana shunaqangi barcha korxonada ishlaydigan odamlarni barcha ro'yxati shtat jadvaliga keltiriladi. Va mana shu jadval asosida xodimlar ishga olinadi, mehnat shartnomasi tuziladi. Shtat jadvalida aytaylik, sex xodimi, ombor mudiri bo'ladi, masalan, sex xodimiga sexga ishchi kerak bo'ladigan bo'lsa, sexga aytaylik 5 ta xodim ishchi kerak deb turib shtat jadvaliga keltirilgan. Sexga aytaylik 5 ta xodim olindi, 6-chisi olinmaydi. Masalan, sex jadvaliga, shtat jadvaliga asosan 5 ta xodim ishlashi mumkin sexda va ularning oylik maoshi 4 million so'mdan deyilgan bo'lsa, sex xodimlarga 4 million so'mdan ziyod oylik maosh hisoblash mumkin bo'lmay qoladi. Chunki shtat jadvalida 4 million so'mdan ziyod to'lash mumkin emas deb turib yozib qo'yilgan bo'ladi. Va sexga 6-xodimni ham olinmaydi, qachonki shtat jadvaliga 6-xodim qo'shilmasa. Shtat jadvaliga aytaylik 5 ta xodim qo'shildi, 5 ta xodim olinyapti, lekin shtat jadvaliga yana bitta xodim qo'shilishi kerak. Chunki sexdagi bolalar 5 ta bola boyaga ish olmayapti, ishda 5 kishi bu bajara olmayapti. Keyin bitta buyruq qilinadi. Aytaylik, mana shu sabablarga ko'ra sexda 5 ta xodim ishlamayapti va mehnat unumdorligini oshirish maqsadida shtat jadvaliga 6-xodim qo'shilsin degan buyruq qilinadi. O'sha buyruq asosida shtat jadvaliga 6-xodim, sex ishchilariga 6-xodim qo'shiladi.
keyin bitta xodimni chaqirib turib, u bilan mehnat shartnomasi qilib turib, buyruqni chiqarib, keyin 6-chi xodimni 4 million so'm ish haqi bilan olsangiz bo'ladi. Demak, shtat jadvali bu korxonaning tashkiliy tuzilmasi. Unga qancha ishchi ishlash kerakligi, ularga qancha oylik to'lanish kerakligi barchasi mana shu yerga, ya'ni mehnat fondini barchasi mana shu yerga to'liq yuritiladi. Shunga asosan qolgan boyagi 7 ta hujjat. Mana shu 8-shtat jadvaliga asosan mana bu 7 ta hujjat keyin o'zini o'rinlarida qilib boriladi. Men mana shuni ketma-ketligini tushuntirishim kerak. Mana bu yerda 8 ta hujjatni mazida tushuntirib bo'ldim. Endi mana shuni ketma-ketligi qandayligini qarang mana. Ketma-ketligi qanday bo'ladi? Hamma jarayon ketma-ketligida. Eng birinchi shtat jadvali va mehnat shartnomasidan boshlanadi. Shtat jadvaliga aytaylik, boyagi sex xodimi, bitta xodim, 6-chi xodim qo'shilishi kerak edi. Shtat jadvaliga 6-chi xodim, sex xodim qo'shilishi kerakligi haqida bitta hujjat qilinadi va shtat jadvaliga 6-chi xodim qo'shiladi. Qo'shilgandan keyin bitta ishchi topiladi. O'sha ishchi bilan keladidagi korxona bilan mehnat shartnomasi tuzadi. O'sha mehnat shartnomasi mehnat kodeksidan chiqib ketmagan holatda mehnat shartlari barchasi kiritilib, xodim va korxonani o'sha mas'ul shaxsi, o'sha ishchilarni qabul qilish kerak bo'lgan mas'ul shaxsi mehnat shartnomasini imzolagandan keyin buyruq chiqariladi mana. Buyruqqa nima bo'ladi? Biz paloncha xodimini sexga ish qilib oldik. Mana shu ishchimiz birinchi aytaylik iyundan boshlab ish faoliyatini boshlasin degan bitta buyruq chiqariladi. U buyruqqa keyin direktor qo'yadi, qo'lini qo'yadi. Rostdan mayli o'sha birinchi iyundan boshlab turib o'sha ishini boshlasa, mana shu paloncha, o'sha mehnat shartnomasiga aytaylik, ikkinchi raqamli mehnat shartnomasiga asosan o'zini ish faoliyatini boshlasin 1-yanvardan, 1-iyundan deb turib, buyruqqa keyin direktor qo'l qo'yib beradi. Keyin o'sha buyruq asosida xodim keladidagi o'sha 1-iyunda ishni boshlab turib, oy davomida xodim ishiga qarab turib, ikki xil hujjat bo'ladi. Agar xodim mehnat shartnomasida ishda ishlagan bo'lsa, naryatiga hujjatimiz bor edi. Mana bu yerda mana ish uchun naryatiga hujjat bo'ladi. Mana shu hujjatni o'sha sexni yuritadigan glavniy bonagisi, ishchisi, ish boshqaruvchisi naryat degan hisobini yuritadi. Aytaylik, sex xodimi stul yasaydigan bo'lsa, mana shu faloncha mana bir oy davomida naryatga asosan mana 50 ta stol yasabdi yoki 50 ta stul yasabdi deb turib naryatiga hujjat yuritadi. Yoki-da sex xodimi vaqtda ishlaydigan bo'lsa, tabel yuritadi. Mana bu faloncha xodimimiz bir oy davomida mana 25 kun ishga keldi, 5 kun ishga kelmadi deb turib, yoki tabel yuritadi, yo naryat yuritadi. Ikkalasidan bittasi. Yo chunki mehnat shartnomasi yo ish payi hisobga olinadi, yo vaqtda hisobga olinadi. Mana shunga asosan. Keyin oyda oxirida mana oy oxirida bu ma'lumotlar asosida yo naryat asosida yo tabel asosida hisob-kitob daftari orqali oylik hisoblanadi. Endi hisob-kitob daftari orqali oylik hisoblanadi, o'sha tabelni ko'radi yoki naryatini ko'radi. Masalan, naryat asosida bo'ladigan bo'lsa, bo'lib, faloncha bir oyda 70 ta stol yasabdi. O'sha 70 ta stol yasasan, biz mehnat shartnomasiga mana har bitta stol uchun 50 mingdan beramiz degandek. Bu oy mana shunchasini shaqqa ishlatsan deydi. Yoki tabelga qarab turib, aslida mana bir kunlik shaqqinga mana shuncha, bir oylikka mana shuncha tabelga asosida shaqq berdik. Mana hisob-kitob daftariga qo'l qo'ygan deyiladi. Keyin o'sha hisob-kitob daftariga ishlagan kunlariga orqali oylik hisoblanadi va soliq undiriladi. Va nihoyat endi pul to'lash masalasiga keldi. Pul to'lash masalasi ham ikkiga bo'linadi. Agar xodim naqd pul olishni istasa, borib o'sha to'lov qaydnomasi asosida borib bankdan naqd pul olib kelib turib, xodimga beriladi naqd pul. Agar yo'q, xodim men naqd pul olmayman, menga plastik kartonga tayyorlab beringlar deydigan bo'lsa, bitta reyestr jo'natiladi, bankka bitta reyestr jo'natilib, o'sha reyestr asosida xodimning plastik kartasiga naqd pul, plastik kartasiga elektron pul tashlab beriladi. Shu bilan mana shu hujjatlarimiz ketma-ketligi mana shunday. Qarang, birinchi shtat jadvali, keyin mehnat shartnomasi, keyin buyruq, keyin naryat yoki tabel, keyin hisob-kitob daftari boshlanadi. Shu soliqlari undirilib, agar qaydandir qarzi bo'ladigan bo'lsa, suddami, mibtami qarzi bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni undirib, faqat 50% dan oshib ketmagan holatda mehnat kodeksiga asosan hisob-kitoblar asosida o'sha barcha hisob-kitobni qilib, qo'liga tegadigan pulni yoki to'lov qaydnomasiga asosan naqd pulda beriladi, yo reyestrga asosan plastik kartasiga tayyorlab beriladi. Mana shunaqangi tarzda mehnat haqqi hisobi yuritiladi korxonada. Xoh budjet tashkiloti bo'lsa, xoh oddiy korxona bo'ladigan bo'lsa, MChJ bo'ladigan bo'lsa, xohlasak xayriya xo'jaligi bo'lsa, xoh xususiy korxona bo'ladigan bo'lsa, xoh oilaviy korxona bo'ladigan bo'lsa, farqi yo'q. Mehnat haqqi hisobi barcha joyda mana shu 8 ta hujjat asosida yuritiladi. Endi bu sizlarga hozir tez gapirganligim uchun, tez tushuntirganligim uchun tushunmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun ham endi men bunga bitta misol keltiramandagi, shu bilan video darsni yakunlaymiz. Qarang. Mana bu yerga endi men bitta odamni tanlab oldim. Mana mebel korxonasiga Jasurni ishga olinish xronologiyasi deb turib bitta mavzu ochdim men.
Demak, mebel korxonasiga Jasurni ishga qabul qilinishi qanaqangi hujjatlar asosida sodir bo'ladi? Qarang. Birinchisi, shtat jadvali bilan qarang. Jasur hali korxonaga umuman qadam bosgani yo'q. Jasurda o'sha mebel korxonasi bilan ishlashi haqida hali xayoliga ham yo'q. Ushbu hujjatda mebel ustasi bitta shtat jadvali birligi, oylik maoshi 4 million so'm deb turib, shtat jadvaliga bitta buyruq kiritilib olinadi. Masalan, shtat jadvali asosiga mebel ustasi 5 ta bo'ladigan bo'lsa, 6-odam kerak bo'lyapti bizga deb turib, o'sha ustalarni boshqaruvchisi, ish boshqaruvchisi, o'sha sexda ish boshqaruvchisi direktorga bitta xat yozadi. Bizga 5 ta ishchi bor edi, mebel ustasi bor edi. Usbet qilmayapmiz. 6-xodim kerak bo'lyapti. Shtat jadvaliga 6-xodimni kiritgan bo'lsa, bir kishini ishga qabul qilaylik deydi. Keyin o'shaga asosan mebel ustasi bitta shtat jadvali birligi, bir kishi ishga qabul qilinsin degan. Oylik maoshi 4 million so'm, bundan oshib ketmasin deb turib shtat jadvaliga yozib qo'yiladi. Keyin deb yozilgandan keyin mana direktor tomonidan tasdiqlangan bo'lishi shart. Boyaga shtat jadvaliga tasdiqlanadi direktor tomonidan. Agar shtat jadvali bo'sh bo'lmasa, direktor Jasurni ishga ololmaydi. Aytayaptiki, agar shtat jadvaliga 6-xodim kiritilmasa, Jasurda ishga olishda imkoniyati yo'q edi. Boya 5 ta xodim ishlayverardi. Hozirgi misolimizda o'sha bitta usta deb turib, mana shtat birligi, bir shtat birligi oylik maosh 4 million so'm deb turib, shtat jadvaliga qo'shildi 6-xodim. Endi shu asosida mana mehnat shartnomasi Jasur ishga chaqiriladi. Jasur, sen bitta kelib ketgin, bizga 6-shtat jadvalimizga 6-xodim kerak bo'lib qoldi. Sen ishga olsak bo'ladi, uka. Keyin bir deb turib, sexga chaqirishadi. Chaqiriladi, shartlar kelishiladi o'rtada. Mana uka, mana bizani korxonamizni mana bunaqangi shartlari bor. Jamoat shartnomasi hujjatiga asosan mana bunaqangi yordamimiz, mana bunaqangi o'sha bayram kunlariga senga mukofotlarimiz bor uka. Jamoat shartnomasi asosiga mana bunaqa. Mehnat shartnomasiga asosan senga mana bunaqangi talablarimiz bor. Mana bunaqangi kiyinasan, mana bunaqangi o'zing tutasan, mana bunaqangi muomala qilasan. Barcha shartlari mehnat shartnomasiga kiritilgan bo'ladi. Barcha yordam, barcha qolgan masalalar jamoat shartnomasiga kiritilgan bo'ladi. Shartnoma ikkala tomon kelishadidagi, bo'ldi, Jasur bilan kelishib korxonani ishga qabul qiladigan odami shartnoma imzolangandan keyin ikkala tomonlar qo'l qo'yiladi. Bu hujjat uning huquqlari, majburiyatlari va shart jadvaliga oyligi qonunan muhrlanadi. Uka, senga boyagi shart jadvalimizga mana bitta xodim 4 million so'm mebel ustasi kerak ekan. Mana mebel ustasi bitta shtat birligi oylik maoshi 4 million so'm ekan. Mana mehnat shartnomasiga senga 4 million so'm shaqqa beramiz deb yozib qo'yilgan. Agar rozi bo'ladigan bo'lsang, mehnat shartnomasiga qo'l qo'ygin, men ham qo'l qo'yaman, shu bilan seni ishga qabul qilamiz deb turib, Jasurga qo'yiladi oldiga. Jasur keyin imzolaydi. Ishga qabul qiladigan o'sha korxonani odam ham imzolagandan keyin bo'ldi, mehnat shartnomasi kuchga kirdi. Endi keyingi bo'ladigan hodisa. Buyruq. Shartnoma asosida kadrlar bo'limi Jasur falon sanadan boshlab ishga qabul qilinsin deb buyruq chiqaradi. Direktor imzolagan ushbu buyruq buxgalterga yuboradi. Keyin bu shartnomani o'sha kadrlar bo'limi boshlig'i bo'ladimi, o'sha ko'rib chiqadi. Bo'ldi, mana Jasur bilan sizlar shartnoma tuzibsizlar, mana ikkinchi sonli shartnoma, mehnat shartnomasi. Bo'ldi, mana shu ikkinchi sonli mehnat shartnomasiga asosan Jasur masalan birinchi sanadan boshlab turib ishga kelaversin. Bo'ldi, qabul qilindi deb turib bitta buyruq chiqaradi. Jasur falonchayev, masalan Jasur Alimordonov Jasur mana birinchi sanadan boshlab ishga qabul birinchi sanadan boshlab ish faoliyatini boshlasin va mana shu birinchi sanadan boshlab turib ish haqi hisoblansin degan buyruq chiqariladi. Keyin direktorga olib boriladi bu buyruq. Direktor bo'ldi, ishlash boshlasin birinchi sanadan turib qo'l qo'yib beradi. Keyin uni buxgalteriyaga olib boriladi. Buxgalteriyaga bu asosiy hujjat, birlamchi hujjat bo'ladi. Jasurni birinchi sanadan boshlab ish haqini hisoblashga. Buxgalter keyin bu Jasur o'sha buyrug'ini ko'radi degan, bo'ldi, birinchi sanadan boshlab turib Jasurga haqini hisoblashni boshlaydi. Shartnoma masalan 20-sanada imzolangan bo'lishi mumkin. Buyruq birinchi sanada ishni boshlasin, birinchi sanadan boshlab turib buxgalter ish haqini hisoblashni boshlansin deyilsa, ish haqi birinchi sanadan boshlanadi. Shartnoma tuzilgan sana muhim emas bu yerga. Bu yerga ishni boshlagan sana muhim bo'ladi. Xo'p, bo'ldi, buyruq chiqarildi. Shartnoma bo'yicha shu buyruq chiqarilib turib ish haqini birinchi sanadan boshlagan bo'lsa, endi ikki xil misol ketadi bu yerga. Bu yerda ikki xil misol bor. Qarang, tabel bor yoki ish bay naryat bor. Endi mehnat shartnomasiga uka senga 4 million so'm oylikda ishingga qarab beramiz deyilgan bo'lsa, endi tabiiy ravishda endi 4 million so'm oylik belgilab qo'yilgan, tabel asosida bo'ladi. Tabel asosida bo'ladigan bo'lsa, masalan 4 million so'm haqqi. Agar jamoat shartnomasida masalan xodimni rag'batlantirish maqsadida senga 4 million so'm oylikdan tashqari har bitta yasagan stoling uchun yana qo'shimchasiga bironta 50 ming so'mdan beramiz deyilgan bo'lsa, keyin ish bay naryat ham yuritiladi. Masalan, tabel yuritilishi mana Jasur har kuni ertalab ishga keladi va kechqurun ketadi. Bo'lim boshlig'i tabel har kuni uning ishlagan soatlari, masalan 8 soat bo'ladigan bo'lsa bir kunda
aytgandim, bir haftada 40 soatdan oshib ketmasligi mumkin, oshib ketishi mumkin emas ishchini. Chunki mehnat kodeksiga keltirib qo'yilgan. Masalan, bo'lim boshlig'i tabelga har kuni uning ishlagan soati, masalan 8 soat bo'ladigan bo'lsa, yozib boradi. Masalan, birinchi kun Jasur ishni boshladi. Mana bugun 8 soat ishladi deb turib, petichka bosib qo'yadi tabelga. Agar Jasur beto bo'lib qolsa, tabelga kasallik yozib qo'yadi. Masalan, ikkinchi kuni Jasur kelolmay qoldi. Bosh og'rigami, nimadir bo'lgan, kelolmay qoldi. K deb yozib qo'yadi tabelga ikkinchi kunga. Kasalligini bildiradi bu. Shunga qarab turib, unga balanchlik hisoblanadi. Ha, uni keyingi darsga o'tamiz. Ishbay naryadga Jasur shunchaki issiqxonada o'tirmaydi, stul yasaydi. U har safar tayyorlagan stulini sexni boshlig'iga, boyaga ishlarni kuzatadigan o'sha boshliqqa ko'rsatadi. Aka, mana bugun ikkita stol yasadim, mana ikkita stol yasadim. Mana shu har bittasiga 50 ming so'mdan deyilgandi. Mehnat shartnomamga rag'batlantiruvchi mezonlarga yozilgandi. Mana shuni ishbay naryad hujjatiga yozib qo'ying deydi. Keyin o'sha boshlig'i ham ko'radidagi, Jasur bugun masalan birinchi kun ikkita stol yasadi. Bunga 50 ming so'mdan 100 ming so'm umumiy yozib qo'yilsin deyiladi. Mana shunaqangi ishbay naryadi ham tabel ham yuritib boriladi. Keyin mana hisob-kitob daftari oy tugaydi. O'sha oy davomida o'sha Jasur ishlaydi, oy tugaydi. Buxgalter Jasurni tabelini oladi, boyagi ish boshqaruvchining tabelini oladi. Keyin naryadini oladi, boyagi naryad hujjati bor-ku, o'sha hujjatni oladiki, ikkalasini birlashtirib, bir oyda qancha keldi? Bir oyda masalan 22 kun kelgan mana bu yerda. Kompyuter yoki daftarga hisob-kitob qiladi. O'sha mana bu daftarcha hozirda menimcha daftarlar qolmadi, faqat hammasi hozir elektron bo'lib ketdi. 4 million so'm mehnat shartnomasi bo'yicha shaq hisoblangandi va plus 1,5 million so'm stullar uchun. Boyagi bir oy davomida yasagan ishbay naryadida hisoblab borilgan, masalan, birinchi kun 2 ta, ikkinchi kun 3 ta, uchinchi kun 4 ta stul yasagan bo'lsa, mana shu hammasi hisoblanadidagi 1,5 million so'm stul yasagani uchun 4 million so'm shaqi, bir oylik shaqisi uchun, общий 5,5 million so'm oylik Jasurga hisoblansa bir oy davomida deyiladi. Keyin buxgalterni hisoblagandan keyin undan soliqlarni tortib oladi. Daromad solig'i bu 12%, korxona uchun, byudjet tashkilotlari uchun 25%. Mana shu hamma soliqlarni chegirib oladi. Agar Jasurda MIBdan qarz bo'ladigan bo'lsa, MIBdan qarzini chegirib oladi. Agar alimenti bo'ladigan bo'lsa, alimentlarini chegirib olib, o'sha 5,5 million ichida qo'liga tegadigan summa, o'sha soliqlarni barcha majburiy undiruvlarni chegirib olib turib, Jasurda qo'liga tegadigan summasi qoladi keyin. Masalan, hozir Jasurda bu yerda hech qanaqa MIBdan qarz bo'lmasa, masalan 5,5 million so'm ko'paytiramiz 0,12 ga 660 ming so'm. 5,5 million so'mdan keyin ayiramiz 660 ming so'm. Solig'ini olib qolgandan keyin 4 million 840 ming so'm Jasurda qo'liga tegadigan summa qolyapti. Qarang, hisoblanishi 5,5 million. 5,5 million shuni hammasini berib olmaysiz-da. Uni solig'ini olib qo'yib, davlatga to'lab berishingiz kerak. Jasurda mehnat haqi solig'ini olib qolib turib. 5,5 million so'm Jasurga bir oy davomida hisoblagan bo'lsangiz, shunda soliqlarni olib qolib 4 million 840 ming so'mni Jasurda endi qo'liga berish kerak bo'ladi. Keyin Jasurdan o'sha mehnat shartnomasiga keltirgan bo'lishi mumkin yoki boshqacha o'zlari kelishib olgan bo'lishi mumkin. Jasur, sen shaqini qanaqangi olasan? Senga naqd beraylikmi yoki plastik kartaga tayyorlab beraylikmi deyiladi. Keyin Jasur o'ylab turadigan, kelinglar shu 4 million 840 ming so'mni yarmi 2 million 420 ming so'mni plastik kartaga, 2 million 420 ming so'm qo'limga naqd beringlar deydi. Keyin shunga asosan hisob daftariga 4 million 840 ming so'm hisoblangandik, soliqlari olib qolib turib. Keyin bitta to'lov qaydnomasi yaratiladi. To'lov qaydnomasiga nima bo'ladi? Mana bizning bankdagi hisob raqamimizdan 2 million 420 ming so'm naqd pul olib kelinsin. O'sha 2 million 420 ming so'm naqd pul olib kelishdi maqsadi, asosi biza xodimimizga oylik berishimiz kerak naqd pulda deyilgan bitta to'lov qaydnomasi yaratiladi. Agar Jasur oylik mana korxona kassasida naqd pul shaklida olmoqchi bo'lsa, kassir uni vedomostidan chiqaradi. Buni barcha to'lov qaydnomasi qanaqa, nima bo'lishi hammasini men o'sha kassa degan darsga o'tganman. Vedomost chiqaradi, Jasur pulni olgach, ismi qarshisiga imzo qo'yiladi. Qarchi bitta vedomost degan bitta hujjatimiz bor. O'sha vedomost asosida o'sha shaqini olganligini Jasur qo'lga olgandan keyin bitta o'sha imzosini qo'yadi. O'sha hujjatga rostdan mana o'sha 2 million 420 ming so'm pulimni naqd pul oldim. Kassir menga o'sha naqd pulni berdi degan bitta imzo qo'yib turib, o'sha ikkalasi bitta hujjat qilib qo'yadi. Qolgan 2 million 420 ming so'mini buxgalter bankdagi hisob raqamiga o'sha bankda xodimlariga reyestr jo'natadi. Mana bizani Jasurning ism familiyasi, Jasurning sheri, uning karta raqami, keyin o'tkazilishi kerak bo'lgan summa, o'sha 2 million 420 ming so'm bitta reyestr hujjat yasaladigan bankka jo'natiladi. Keyin bank ushbu reyestr asosida Jasurning plastik kartasiga tutalib beriladi. Bo'ldi, shu bilan bir oylik ishimiz yakunlandi. Mana shu 8 ta hujjat mana shunaqangi ketma-ketlikda bo'ladi. Qarang, bu yerda mana birinchi shtat jadvali, keyin mehnat shartnomasi, keyin buyruq, keyin buyruqqa asosan
ishga kelgandan keyin yo tabel yo ishbay yoki ikkalasi ham. Hozirgi misolimizda ikkalasi ham bo'ldi. Ham tabel bo'ldi, ham ishbay bo'ldi. Yoki boshqacha, ham yoki tabel qilish mumkin, yoki ishbay qilish mumkin. Yoki undan keyin hisob-kitob daftari qilinadi. O'sha soliqlar olish kerak yoki boshqa joyga pul o'tkazmoqchi bo'lsa, agar balasini kontrakt mana ish haqim bor edi o'sha 4.840 ming so'm ish haqim bor edi, o'shanda 3 million so'mni baland kontraktga o'tkazib qo'y desa, boyaga 4.840 ming so'm pul bor-ku, 4.840 ming edi. 4.840 ming pulidan balasini kontrakt uchun 3 million o'tkazib qo'ygan bo'lsa, qolgan 1.840 ming so'mini Jasurdan so'raladi. Plastik kartonga tayyorlab beraylikmi yoki naqd pul beraylikmi deyiladi. Mana shuni barcha ushlanmalari hisob-kitob daftarchasiga yuritiladi. Keyin to'lov qaydnomasi asosida agar naqd pul bo'ladigan bo'lsa, naqd pulda, agar plastik kartasiga bo'ladigan bo'lsa, reyestr asosida plastik kartasiga tushirib beriladi. Bo'ldi. Mehnat haqqini hujjatlari mana shu, juda jiddiy narsa emas mehnat haqqi. Endi to'g'ri boshqa hujjatlari bor, ularni keyingi darslarda men batafsil o'taman. Lekin asosiy qariyb 90-95% hollarda faqat mana shu hujjatlar ishlatiladi korxonada. Balanchni hisoblash, qanday bo'lib qoldi, boshqacha narsalar ular korxonada to'g'risida unday ko'p ishlatilmaydi. Mana shu narsani bilib oling boshlanishiga, mana shu videoni 3-4 marta ko'ring. Mana shu 8 ta hujjatni siz bitta bilib oling, bo'ldi. Mehnat haqqi bilan unday qiyin narsa emas, qiynalmaysiz. Demak, vaqt ish haqqi mehnat haqqi hisoblanishini bildik. Yo vaqtda hisoblanadi, yo ish pay hisoblanadi. Mana shu 8 ta hujjat asosida xodim bilan hisob-kitoblari amalga oshiriladi, oldi berdilari amalga oshiriladi. Demak, mehnat haqqi hisobini birinchi darsi mana shu bilan tugadi. Endi ikkinchi darsda biz qolgan ma'lumotlarni berishni boshlaymiz.